Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 6, 7 hamda 8 avgust kunlari uchun rasmiy tezkor ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lardik, videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo asosan quruq va kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ayrim joylarda kuchayishi mumkin. Havo harorati kechasi 21-25 daraja bo'ladi. Kunduzi 6 avgustda 33-36 daraja, 7 avgustda 34-37 daraja, 8 avgust kuni esa 36-39 daraja bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo quruq va quyoshli bo'ladi. Kechasi 23-27 daraja issiq. Kunduzi 6 avgust kuni 35-38 daraja, 7 avgustda 37-39 daraja hamda 8 avgust kuni 38-41 daraja jazirama issiq bo'lishi prognoz qilinmoqda. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Osmon kam bulutli bo'ladi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 21-24 daraja, kunduzi 6 avgustda 32-35 daraja, 7 avgustda 33-36 daraja hamda 8 avgust kuni 35-38 daraja jazirama issiq bo'ladi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida eng issiq ob-havo kuzatilishi taxmin qilinmoqda. Kechasi 24-29 daraja issiq bo'ladi. Kunduzi 6 avgust kuni 37-40 daraja, 7 avgust kuni 39-42 daraja hamda 8 avgust kuni esa 40-43 daraja jazirama issiq bo'lishi prognoz qilinmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo quruq va quyoshli bo'ladi. Sharqiy shamol sekundiga 5-10 metr tezlikda esadi. Kechasi 21-24 daraja issiq bo'ladi. Kunduzi 6 avgustda 32-35 daraja, 7 avgustda 33-36 daraja hamda 8 avgust kuni esa 35-38 daraja issiq bo'lishi aytilmoqda. Tog'oldi va tog'li hududlarda havo kam bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 6 avgust kuni 26-31 daraja, 7 avgustda 27-32 daraja hamda 8 avgustda 29-34 daraja issiq bo'lishi aytilmoqda. Mutaxassislar havo harorati yana oshib borishi munosabati bilan kunning eng issiq vaqtlarida ehtiyotkor bo'lishni, ko'proq suv ichishni va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ostida uzoq vaqt qolmaslikni tavsiya etmoqdalar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.